Assalamualaikum aziz qarindoshlar, hammalarning Qurban hayitiga muborak bo'lsin. Bugun Qurban hayiti munosabati bilan sizlarga bir qancha turli isil bo'lgan marabdan elib keldim. Avval o'ynaydiganimiz bo'lsa bu atlasning ichilik narsa. Balkim hammanglar intizor bo'lganingiz mumkin. Ichida zodi nima bor deb. Avval biz ko'rib baqaling. Avval ko'rib baqsak ichida bir mineral suv botilkasi, ichida hech nima yo'q. Quruq botilka. Quruq botilka. Avval bu botilkani bu yoqqa qo'yib turay. Bu yoq buni ip qo'ying. Bir so'z so'rab baxsam, bu yil nima yili? Beliq yili. Beliq yilmi? Hop. Beliq. Loyit bir set bo'lgan qog'oz beliq. Qog'oz beliq. Qog'oz beliqni qo'yib qo'yib. Bitti. Qalam. Endi buni qoldirmay ichib tashladim. Bak içinde gaz belirtinde fayda oldu. Bugün oynayacağım birinci numarım Nüşe'de ahlaştı. Arkada texin olgan isil numaralar var. İkinci oynayacağımız olsa yip konasiyatı koyuyorum. Dal yip. Evet iki. Bunu avval köylerimiz koyduğu ot gerek. Endi buni kuylaymiz. Tamam çekmeydiganlar yaxshi kuylaydi. Wow. Buni bir bog'layib qo'ying. Bir bog'layib etdik. Bu yerda bir qo'yni rasmdagi. Demak, Qurban hayiti bog'liq uchun albatta biz qo'yni ishlatamiz, shundaqmi? Qurbonlik qilamiz. Saranga shart. Wow. Qo'y. Toshqatgan juma bu. Hadi umaq bo'lgan toshqatdan birsi. Yana bir qayta men mana Qurban hayiti muborak bo'lsin. Oxirgi ketimda bo'lsa, to'rtashlarga o'zimning eng yangi bo'lgan kod to'g'ri qo'yilgan bir martini sunmoqchi. Bu Qurban hayiti sizlarga qilgan sovg'am. Bu kod tashrifosin beremezlar, bormi yo'qmi? Yangi kod. Yangi ko'rsatma. Bu kodni hamda ichmasimiz bo'ldi. Avval ko'rsatma ichib bo'ldi. Endi buni egzi tek nima? Üstüde çıkıtal ilan kodu var. İlan kodu işletmeyle taşıyıcılı. Ondan yerine çıkıtal çoğun şartlar çıksa Joker, çıkı Joker var. Ondan başka kodu olursa tertip koyacağım. Evet, tertip koyuşturmadı da. Avval bu kodunu biz bir iyileştirip kılan kanka koyuyor. Ne kadar bir aralashtirib bo'ldik. Endi bu yerda ikki joker bor. Kichik bo'lsa kichik joker qo'shilaman. Kichik bo'lsa cho'ng joker. Ikkisini ilib kodni o'ttirib qo'yib deb. Ishimiz bilan bir kod chiqadi. Bu kodni nega hozircha ko'maytirga yopib turdi. Hozir bir kodni chiqarib bo'ldik. Endi bu kodni ilib yana bir ilashtirib hala böyle şey tutma. Hem de en üstteki bir kodunu koyduğumuz. En üstteki bir kodunu koyacak. Çok yakış nakma. Yakış ne? Mega. Ya da anlaştırıcı. Nasıl bulduk o? En üstteki kod ne koyacak? Solda tapan. Solda tapan ne? Ortadaki yapıyı yutep, çift koyup ne bir açık olmaz. Yine de karşımda bunu yapmak. Hozir 3 kod ip bo'ldik. Yana to'g'ri 2 kod bor. Bu yerda pijil bor. Sevdanka. Buni butun kodni bir o'rab
bağlaymiz. Bura bağlap qo'ygandan keyin asini tatsak, bir kortni bizga chiqarib berdi. Buni bu yoqqa qo'yib turling. Hozir tutkunni chiqarib oldik. Endi yana bir keling. Tutun kortni bir o'rab, ilib qarab bo'ldik. Bu yil nechinchi yil? 2012 yil shundaqmi? 2012 yilga hozir biz qurbonlik to'g'ri program ishlatamiz. Desak 2012 yil. 2012 yildagi Qurban hayitlarga mübarek olsun. 2012 yili. Bu 2012 yil degan koddan hozir faqat bir tili bor. Bunga istehmo ma'lum qilish uchun kulimizga bir belgi chizib qo'ydik. Kulimizga belgi. Hozir bu kodda faqat ichida ishlab ko'rdim. Faqat bir tili bor ekan. Dunyoda faqat bir tili 2012 yilning kodini ishlamoqda. Buni elib biz hozir butun kodni hozir qanday hayot ko'rdim. Asıl kuvvetim bu. Hozir şimdi en birinci kod versak, şu kod çıkıyor. Bunu ilip kuvvet kuvvetli. Çünkü en sürükü bir kod paga tüt. Tamam. Paga tüt maçı. Çıkma oyun çıkıyor. İşte şimdi çıkma oyun çıkıyor diye türlü. Çıkma oyun çıkıyor. Bunu hazır biz bırak bir ilgi versek, Roşan alda bir ilgilgen bizi çıkıyor. Roşan alda ilgilgen bizi çıkıyor. Tamam. Bu ilgilenlerden oturda bir et koyduğunuz. Zaten ne koydum ki maaş kıyım geldi. Otur koydum bu. Şimdi ben üstügen. Otur çıkalım. Bunu biz kandakla anlaştırırsak bu yine üstüge çıkalım. 2012'ni biz koddan oturarken sevdik diyedeki küçük joker, şınav çoğun joker'ını işletimiz. Küçük tutsa çoğun joker. Az küçük tutsa küçük joker şınavı. Bu 2012. Başımız var. Otururken küçük koddan asıl kırıp aldım. Bakın dileyim. Ben de biz yeni bir anlaştırıcı dileyim. Hazır bütün kodni bir aralashtirib olishmoqmi. Bayatdan beri men qarab turib tepdim. So'tan hammani. Endi qaramay turib tepish uchun bu yerda atlas bor. Atlasni ilib bütün kodga yapimiz. Yip turib 2012 ga kodga. Nasıl chiqadi? Hech kod emas. Hop. Shunga. Kod qo'ysak, qanday kod hangisi? 2012. 2012 ben bir yerde yeni bir parça resim tayyorlab kelgan. Aytdim, kulimsirab turgan obrazli bir resim. Xuddi siz do'pga o'xshatganman. Barliq qarindoshlarning Qurban hayitida mana shunday kulimsirab turishini, bundan keyin kishilarning onlayn o'yin qilishini umid qilaman. 2012 yildagi barliq xafaliklarning kulkiga o'zgarib ketishini umid qilaman. Firgarlik faqat bir xil san'at. Xayr xo'sh, kelar ketinmoq programmamiz ko'rishli. Hammalarning qurboniyatini xushal qurab o'tkazishga tilakdosh qilganman. Xo'sh.